Oddiy xachapuridan charchaganlar uchun gruzincha kubdari. Iliq suvga undan tashqari hamma mahsulotlarni solib, yaxshilab aralashtiramiz. Shakar va tuzlar eridi. Endi un solib xamir qoramiz va 1 soatga oshirishga tindirib qo'yamiz. Xamirlarimiz oshdi. 300 grammdan zuvala qilamiz. Zuvalalarimizni 20 minutga tindirishga olib qo'yamiz. Masalliqlar grammini video tagidan topishingiz mumkin. Kubdari nachinkasi uchun ozgina yog'da chesnok va qiymani qovurib olamiz. Tuz, qora murch, qizil paprika solib selik etguncha qovuramiz. Selik etgandan so'ng piyoz, tomat va qizil sabzi solib uni ham yaxshilab qovuramiz. Qiymamiz yumshoq bo'lishi uchun suv solib yarim soatga dimlab qo'yamiz. Qiymamiz pishdi, yog' va suvlardan ajratib olamiz. Xamir markaziga joylashtiramiz. Mozzarella pishlog'idan ham qo'yamiz. Videoda ko'rsatilgandek tugib olamiz. 10 daqiqa oshirib, ozgina kattalashtirib olamiz. Kubdari ustiga tuxum sarig'i surib 20 daqiqa 190 gradusda pishirib olamiz. Kubdari pishib chiqdi. Bo'laklarga bo'lib ustidan stracciatella pishlog'idan qo'yib bemalol tanovul qilishingiz mumkin. Buni gruzinlar ko'rsa meni aniq o'ldirishadi, chunki men retseptni butunlay o'zgartirdim.